Eng arzon vodi kanalda arzon narxda Cobalt mashinasi. Xo'p, mashinamiz 2018-yil 2-paysi mexanika mashina. Mashinamiz umumiy holati yo'q emas, motor, hadovoy korobkalari ideal holatda deyishyapti egalar. Texnik xarajati yo'q ekan mashinamiz, lekin haqiqatdan yumshoq bo'lib turibdi, yurish turishlari ham. Mashinamizga 4-paysi diska balonlari qo'yib qo'yishgan ekan, balonlar ham yangidek bo'lib turibdi. Endi mashinamiz kraskalari bor ekan, kapotda bor ekan, kredlosi petnos bor ekan, orqa eshigida kraskalarni ko'rdim. Bir 30% kraskalari bor ekan, o'zlaricha bir qator ko'rsatib olaverasizlar. Xo'p, mashinamiz salon holatlari ko'rsam mumkin. Salonlar ham yaxshi holatda turibdi. Yaxshi holat, qara mingan mashina ekan, chiqinlari ham yaxshi holatda urinib ketmagan. Polni tashab qo'yishgan, temir metan gazlar bor ekan. 231 ming probeg ekan. Mashinamiz lekin haqiqatdan yaxshi holatda bo'lib turibdi. Konteynerlargacha ideal holatda ishlab turgan mashina ekan, texnik xarajati yo'q. Bir 30% kraskalari bor ekan, o'zlaricha bir qator ko'rib olaverasizlar. Bu mashinamizda keyin avtomobilni xohlagan hujjatlari bo'laveradi. Xo'p, eng arzon vodi kanalda bu mashinamizni olib maza haydashlar uchun $6500 ga beraveramiz. Ma'lum uchun mashina Andijonda.